Qurilishda asqotadigan instrumentlar bu albatta vibroplita hamda vibrotrombovkalar, ya'ni trombovочный apparat, Kenguru deb ataladi. Bizda hozir Mirolis brendining Kenguru, ya'ni vibrotrombovkasi hamda vibroplitalari bor. Mirolis brendiga tegishli. Narxlariga keladigan bo'lsak, 5.500.000 so'm, 6.590.000 so'm hamda vibroplitamiz esa 5.420.000 so'm. Do'konlarimizda trombovочный apparatlarimizdan tashqari ko'rib turganingizdek vibroreykalarimiz, benzinli hamda dizelli asfalt rezlarimiz ham sotuvda mavjud. Buni hattoki ijara faoliyati bilan shug'ullanadigan usta akalarimiz ham olib, ijaraga berib, bemalol ishlayversalar bo'laveradi. Kimga qaysi uskuna qiziqroq bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Operatorlarimiz sizga javob berishadi. Yoki bo'lmasa, pastdagi raqamlarga bog'lanib, bilib olishlaringiz mumkin.